Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Oy, akalar boshladik, boshlang'ich to'lovsiz 5 yilga o'zini pulini bo'lib to'lashga sizlarga mashina topib qo'ydik. Aka, qo'ying bunaqa gaplarni. Biz boshqalarga o'xshab unaqa odam chaqirmaymiz umuman. Jamshid akam. Assalomu alaykum. Akalar ozroqgina borindi qeydi, sizlarga teaser edi. Boshlang'ich to'lov to'lamasdan, mashina umuman 0% dan, ya'ni umuman boshlang'ich to'lov to'lamasdan mashina olish haqida rosa ko'p odamlar bizga savol berishyapti kommentariyada ham. Jamshid aka, nima deysiz shunga aka? Yo'q, aka, biz endi ba'zi qo'sh tirnoqda ichidagi boyagi avtosalonlar yoki chaqirish mumkin bo'lgan marketing masalasi bo'yicha ko'pchilik shunaqa qilib odam chaqiradi. Bizda unaqasi yo'q. Boricha sotamiz. Boricha, xudo xolasa. Boricha. Qaranglar akalar, bunaqa narsa. Haval avtosalonda biz bugun ham reklamada, bugungi sanamiz necha edi? Bugun 30 mi? 30 bugun. 30-yanvar bo'ladi bugun akalar. Haval avtosalonida mehmondamiz, bir ikkita akalarimizdan ko'chada endi yuramiz, o'zimiz ham ko'chadagi akalardan savol-javobga kelib, endi bu akalarim passiyani sherda salondalar. Endi bilmayman, ko'chadagi gaplardan eshitilib qolishadimi? Men o'zim eshitgan masalasini aytaman. Jamshid aka, salonda mana mashinalarimiz Xitoydiki, Xitoy zborka deyishyapti ekan. Lekin qizig'ini aytaymi? Odamlar ADM zavod, ADM nima chiqaradi aka? Kia chiqaradi, Haval chiqaradi, Cherry chiqaradi. Xuddi shunday. Zborka o'zimizdami? Zborka hammasi. Aka, zavodda gaplashing, tez zavodga borib, zavodga ham reklama qilaylik. Xo'p, akadan kamerani olaman, u tarafini o'zimiz xudo xolasa har doimgidek davom etamiz. Jamshid aka, nima bo'ladi bugun? Nimalar gaplashamiz haqida? Bugun asosiy savollar, mana Ozodaka o'zingiz ham aytdingiz, asosiy savollari mashina haqida gaplashamiz. Qayerda ishlab chiqariladi, materiali qayerniki, misol uchun, zapchast masalalari bo'yicha va sizlar bilan mana qog'ozlarda ham doversiya yozib qo'yganmiz. H6 ni test drive qilib ko'ramiz. Vajdenaga chiqamiz. Vajdenaga chiqamiz. Ana sizga akalar, vajdenaga chiqaramiz. H6 ni nasib bo'lsa, aka, H6 bu birinchisi bo'ladi-ku bizda. Xudo xolasa birinchisi bo'ladi aka. Ana aka, oldi mana mashinani sizga. Qarang Jamshid aka, nima qilamiz? Birinchi zborka haqida gaplashib olamizmi? Ozroqgina. Keyin beg'inda bir kursdamiz, ha? Da, keyinchalik mana aka mashinamizni tayyorlab qo'yganmiz. Test drive'ga bitta chiqib kelamiz siz bilan. Ketdik, yuring, yo'l boshlang o'zingiz. Xo'p, akalar, ichkarida ozroqgina ma'lumot beradigan joylarimiz bor, ma'lumot beramiz. Haval avtosaloni, manzilimiz Jizzax shahar, bu taraf Jizzax shaharida sport kollej bor, bilasizlar-a? Ana Sidvani katta perikoskasi bor. O'sha perikoskasidan kirganlaringda sport kollejdan o'tganingizdan keyin benzapravka и Haval avtosaloni. Kartada yozsangiz ham Haval deb chiqadi, Jamshid aka nomerini qoldirganmiz. Jamshid aka aloqa qilsangiz ham lokatsiyani tashlab berishadi akalar. Hammani kutib qolamiz. Xudo xolasa. Qani boshlab bering, Ozod aka. Bismillahirrohmanirrohim. Ana sizga har doimgidek akalar, oluvchilarimiz sherda. Yana bitta akamiz hozir dokument ishlarini qilyapti. Nasib bo'lsa, ularni ham ko'rsatib o'tiramiz. Sovg'aga nima deysiz aka? Qaranglar. Oy, Jamshid aka. Labda aka. H9 a? H9 oq rangi. Oq varianti. Ana sizga. Buni rangiga e'tibor bering, rangiga. Aka, bu jemchuk rang, a? Jemchuk bo'ladi. Faqat shularda jemchuk chiqyaptimi? Da, bizda ko'rdimmi? Qarang, Julionda, H6 da va H9 imizda jemchuk bo'ladi. Undan tashqari bizda pikapimiz bor, M6imiz bor. Ularda oddiy oq rang bo'ladi. Simple white deydi. Dokumentalniy nomi. Da, dokumentalniy nomi. Bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, akalar, hammaga nasib qilsin. Bitta like-shani bosib keting. Sizga ham, bizga ham nasib qilsin. Yaxshi niyat qilganlar, olaman deb niyat qilib yurganlar bo'lsa, akalar, o'y, hammamizga ham shunaqa inamarkan allambolalar nasib qilsin, xudo xolasa. Xo'p, Jamshid aka, endi boshlaymiz. Bu dunyo xaritasi salkam. Da, dunyo xaritasi bo'ladi. Ya'ni bu havolda dunyo xaritasi bo'ladi, shunda adashmaydigan bo'lsam. Tushuntiring, nima bo'ladi aka? Endi qarang, bu yerda butun dunyo muhabbati bilan olg'a yuring, havol bilan birga. Endi ko'rib turibsiz, har bir nuqtada ishlab chiqarish zavodi, misol uchun qarang, aytib o'taman, yashil. Yashilda TR markazi, ya'ni zapchast beradigan markazlar bo'ladi. Endi zapchast markazlari qayerda joylashgan? Mana TR markazi aka. Ko'rib turibsiz, Frankfurt, Germaniya, Oberhern, Germaniya, Munich, Germaniya, München и Kotinbrunn, Avstriya aka. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu sizga aytmoqchi bo'lgan narsa. Bu zapchast masalasi bo'yicha. Endi undan keyingi aka dilerlik tarmog'i o'sha ketadi mana. Okeaniyada bor, da. Kuk bilan belgilangan. Da. Afrikada bor aka, и Yevroziyada полностью. Ishlab chiqarish bazasi aka ko'rib turganingizda mana Tailand aka, mana ko'rib turganingizda Xitoyda, o'zimizda katta bazalar. Undan tashqari zavod ishlab chiqarish jarayonida bu o'sha O'zbekistonda aka. E'tibor beradigan bo'lsangiz, aka, O'zbekistonda, hattoki Qozog'istonda ham yo'q bu narsa aka. O'zimizda ADM zavodda. Xo'p, qaranglar, sariq nima bilan belgilangan? Hali sariq o'tmadik. Sariq zavod rivojlantirish bosqichida, ya'ni
kelajakda qurilish plani bor degani shu. Kelajakda chiqaradi, haval chiqadigan joylar Qozog'iston, Sri Lanka, Iroq, Egipet, Indoneziyalarda chiqadi. Indoneziyada xudo xolasa chiqish plani. Bizda уже ishlab chiqarilyapti aka, bu O'rta Osiyoda deganida. Endi mana bu joyga yaxshilab e'tibor bering aka. Keladigan tana markazlari. Zapchast hamma narsa akalar mana shu tarafdan keladi. Shunda hozir zborka hamma narsasi o'zimizda. O'zimizda bo'ladi. Bu tarafda nima akam? Bu haval o'zi haval JVMga tegishli bo'ladi. JVM oddiy so'z bilan tushuntirganda отчествоsi. Ya'ni da JVMdan bilasiz tank chiqadi, haval chiqadi aka. Ko'p unaqa. Bu tarixi bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizda 1997-yildan boshlangan birinchi ilk qadamlari. Ishlab chiqarish boshlanishi, asos solingan vaqtlar. Da aka. Endi mana ko'rib turganingizda bizda aynan 2015-2019-yillari Haval brendi Avstraliya, Janubiy Afrika, Yevroziya, Chili, Ekvador bozorlarda sotuvga chiqarildi. Julian avtomobili. Julian ko'pincha Havalda Julian avtomobili juda taniqli hisoblanadi. Videomlik ancha zo'rda aka. Xo'p, akalar, qisqa ma'lumotlar tushuntirdik. Yana ham kelasizlar, vaqtlaring olmagan holatda sizlarga ko'rsatamiz. Bugun boya aytganimizdek akalar, mana bu H6 modelimizda video obzor qilishga kelganmiz. Qolgan narsalar mana Julian bor, M6 bor, Dargo bor, M6 ni oqidan xohlaganlarga oqi bor, ranglardan behijolat akalar tanlov bor. Rangi o'zgarganiga pul o'zgarmaydi. Umuman. Xohlasangiz salon rangi, xohlasangiz kuzov rangi hamma narsasini tanlashingiz bo'laveradi. Tanlash imkoniyati bor. Akalar, rassrochka xizmatimiz bor, rassrochka 30% to'lab, rassrochkasi ham bor. To'lovlarda muammo yo'q. Kelasiz, Jamshid akam bilan gaplashasiz, umuman muammosi yo'q. Akam, o'sha gapni bitta mana bunga rangiga pul qo'shiladimi? Da, buni H9 avtomobilimizda ozdagi Matvey degan rangi bor, ya'ni seriy bo'ladi. O'shanga 10 million so'm qo'shiladi. Bo'ldi, bundan buyog'i Julian deysizmi, H6, M6 farqi yo'q. Farqi yo'q unisini. Xo'p, aka, umumiy qaytib o'taylik. Bugun servisga o'tmaymiz aka. Bugun servisdan video bo'lmaydi. Servis masalasini bitta eslatib o'ting. 150 ming kilometrgacha bepul, mo'y almashtirish. O'zingiz bir eslatib keting. Ha, mashina olganlar ham bizni kuzatadi, bilamiz buni, ozdagi. Servis qanaqa masalasi? Misol uchun, servis sizga 150 ming kilometr yoki 5 yilgacha garantiya beradi. Bundan tashqari sizga tavsiyalar avtomobil xarid qilganingizdan keyin 110 kilometrdan oshirmaslikda tavsiya beramiz. Ya'ni birinchi mo'y almashtirishgacha. Taxometr 3,5 ming obrotgacha ko'tarmaslikni tavsiya beramiz. 5 yil garantiya nimani o'z ichiga oladi? Ya'ni motor qismlarini. Hadovoy qismlariga 1 yil garantiya beriladi aka, elektr jihozlariga 3 yil garantiyagacha beriladi akajon. Tushunarli. Shu asosida bo'ladi. Endi bir xillar ola-sola dixaniyasini ochaman deyishadi, boshqa narsa deyishadi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun birinchi mo'y almashtirishgacha texnik haydab yurgan yaxshi. 110 kilometrgacha. Porschelar o'zini joyini ochib olgancha, bemalol bo'lgancha. Bo'ldi. Akalar endi menimcha haydab yurgan akalarim biladi uni ham. Mana bar mashina sal apkatkadan chiqarish uchun ehtiyot qilamiz. Bu ham yangi mashina bo'lgandan keyin boshida apkatkadan chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, Jamshid aka, nima qilamiz endi? Endi tezroqga chiqamiz. Tezroqga ketdik akam. O'zingiz yo'l boshlang. Endi bugun Oziz aka siz bilan H6 ni yangilangan modeli. Ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Hozir aka mana shunda yuramizmi? Qorada? Yo'q. Da, qorada yuramiz. Bu birinchi pozitsiyasi hisoblanadi 325 million. 325 million. Siz bilan esa ana shu akam ham gapirgilari kelmadi-yu, mana shuni olaman dedilar. Yo'q, ukajon kerak emas. Bu aka o'zi mana shu ikkinchi pozitsiyani xarid qildilar. Dokumentini xudo xolasa chiqarib. Aka, bilaman endi gapirgingiz kelmayapti. Zo'rmi? Uzoqda ha deb qo'ygana bo'ldi. Salomat bo'ling. Charchamen akajon, hammani taklif qilaman, kelaversin deyishadi. Buni ko'p gapirgim kelmayapti ukajon, qo'yman bunday narsaga yo'qman dedilar. Ana sizga akalar, endi bu tarafi nasib bo'lsa, ana shu mashinani o'zida bo'ladi. Jamshid aka. Labi. Pravom o'qimabman yana aka. Bugun sizlar bilan nima qilamiz? Hech kim olmaymizmi? O'zimiz ketamiz faqat kelamiz? Bo'ldi. Faqat bugun Jamshid akam ikkalarimiz ketamiz nasib bo'lsa. Voy, bismillah deb o'tiramiz. Akalar, sizga ham bizga ham nasib qilsa xudo xolasa. Xo'p, Jamshid aka, bu oranjoviy salon. Da. Bunda o'zingiz misol uchun talasangiz bo'ladi, bemalol ostaki ranglarini. Hozir ko'rib turganingiz interyeri oranjiy rangda. Bundan tashqari bizda молочный, ya'ni oq ranglari ham bor salonimizda. И klassik qora ranglari ham. Start sol. Bitta zavod qo'ying baribir ularda hamma narsasini tushuntirib, yerni ko'rsataveramiz aka. Yo'q, shunaqani buni. Jamshid aka, mana ular propasta-ku, ha? Zakroy shtorku. Nima deyapti aka? Buni qarang. Aka, hozir hammasi голосовое управлениеda. Полное голосовое управление.
Xo'p, qaranglar, shtorka endi bilasizlar, tipa deganida qanday yo'q debdilar ekan. Открой переднее окна. Oldi, oynani och. Bu nima deyapti aka? Voy, ana bekorchilar, ana. Закрой переднее окна. Oy, akalar, ruschani o'rganmasangiz bo'ldi, bundan buyog'iga mashina haydashingiz ham shart emas. Aka, siz tarafda yo'qmi, men tarafda yo'qmadi? Закрой передние окна. Okey. Ana. Yopadi. Qo'lingizni qivrlab turish ham shart emas-da. Voy, akalar, zamon mana shunaqa bo'ldi hozir. Hamma narsa qulaylik bo'ldi. Беспроводной zaryadka bor. Xo'p, akam polоса удержания, ABS, PABS, Hamma funksiyasi. Nima funksiya kerak bo'lsa, hammasidan bor. Tak, birinchi bo'lib rulni o'zimga to'g'rilab olaman, oztaki. Bunda skorostlar e'tibor berganingizda umuman yo'q va rulni orqasida bo'ladi, gitara bo'ladi. Ko'rib turganingizda mana zadniy, amerikanskiy bo'ladi aka. Bunda misol uchun mana Julian avtomat bo'ladigan bo'lsa, unda mexanika varianti ham bor-da. Avtomat ham mexanika. Bunda чисто полный avtomat bo'ladi. Tak, rulni to'g'rilab oldik. Eslatib o'taman aka, bu multi rul bo'ladi. Ya'ni multimedia boshqarish, panellarni полностью boshqarish bo'ladi. И ko'rib turganingizdek bizda sensorli ekran quti bo'ladi. Bu yerda siz birinchi bo'lib tanlashingiz mumkin. Avtomobilning o'zini nastroykasi, Apple CarPlay, Android Auto, telefoningizni bemalol Yandex.Kartalarga ulab olsangiz bo'ladi. Ikkinchi nastroykaga keladigan bo'lsak, mashinning o'zini xususiyatlari. Ya'ni поместительный водители, беспроводной zaryadkani o'chirib yo'q qo'yish, davom etaveradi. Запирание дверей, yonbosh oynalarni boshqarish sistemasi, oldidagi loboy o'ynash shotkalarini hammasini. Освещение keladigan bo'lsa, aka buni faralarini hattoki nastroykadan to'g'rilasangiz bo'ladi o'zingiz. Bemalol aka. Yashing, ana sizga. Vождение keladigan bo'lsa, 4 ta rejim bo'ladi: normal, eco, sport, snow. Ya'ni qor. Xo'p, normal endi har doimgidek oddiy eco rejim, sport rejim, snow bu qor rejimi, ya'ni bu aytganimizdek hamma joyga akalar moslanib bo'lgan. Rossiyada bo'lasizmi, Kanadada bo'lasizmi? Kanadada sal havomiz sovuq, ancha muz bo'ladi, o'shaning uchun hamma funksiyasidan bor, hamma joyda. Shunday. Aka, sport qarang, yana bitta tarafi rulni отдельно o'zini rejimlari bor. Sportga qo'yaman, rul og'irlashib qoladi aka. Sportga o'tadi. Lyoqkiga qo'yaman, o'sha bitta qo'lda ham almashtira olaman aka. Bemalol. Yashang. O'zini o'z parkovka qilish rejimlari va yordam tizimlari bor aka. Misol uchun oldida o'zini o'zi to'xtash, tormozlash rejimlari bor. Avtoparkovka, полоса удержания hammasidan bor aka. Mana hammasini ko'rsatib o'taylik mijozlarga. Mana hattoki znaklarni ham o'qish sistemasi bor. 80, 60, 70 ni o'qib ketaveradi yo'lda. Endi shoshaydigan bo'lsangiz, beg'ini o'chirib qo'yib, gazlaverasiz. Bemalol. Agar znaklarni yo'q bo'lsa, o'sha znaklarga qarab bu ham aqlli bo'lib haydab boraveradi. Shunday. Hozir aka, endi qarang, endi bunda klimat kontroli keladigan bo'lsa, bunda ikkita iqlim nazorati bo'ladi. Ya'ni ikki zonali bo'ladi. Ya'ni o'zimga issiq chiqaraman, siz o'zingiz tomonga sovuq chiqarsangiz bo'ladi. Buni ham bitta sinab ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana bu siz tomonniki, aka. Konditsioner yoqamiz. Hozir shunda qarang, ham pechka, ham konditsioner одновременно ishlaydi. Одновременно yo'qmi aka? Yo'q, umuman mashinaga zararli emas aka. Mana o'zi boshladi. Mana endi e'tibor bering. Sizga sovuq chiqayapti? Chiqardi aka, bir ham bu taraf chiqadi. Men tomon issiq. Bu taraf qaranglar, mana bu issiq, mana bu sovuq. Mana. Qo'yil. Ana sizga akalar, nima deyapti? Voy, aka shundan bo'saramizmi deyman-a? Da. Ana u akamga ham berib yubordik. Bekzat akamga shundan berib yuborishgan akalar. Aka, o'zingiz ham olmaysizmi? Qachon olasiz deb yurishdi o'zimizga ham. Aka, oxiri kompot qo'yasizlar bizni ham, ha? Xo'p, akalar, endi navbat sizga-da. Xudo xolasa, yo'llarda remont taqib yurishni maslahat qilamiz baribir. Ana sizga orqalari, ichlari hammasi. Aka, bizda o'zbek xalqi olishdan oldin zapchasini o'ylashadi har doimgidek. Gaz ketadimi, propanda yuradimi, metanda yuradimi, nimaga ketadi bu? Bu propan aka. Mijozlarga tavsiya beradiganim propan. Baribir propanni mazasiga yetmaydi hech nima, benzin, propan. Metanga keladigan bo'lsa, metanda qaysi biriga qo'yishni tavsiya qilaman. Misol uchun M6 ga, Julian'ga. H6, H9 oladigan bo'lsangiz, однозначно propanni tavsiya beraman. Endi benzin boyagidek tanlamaydi, o'zi 80 yo'qolib ketdi. Men sizga aytadiganim 91, 92 dan bemalol qo'ysangiz ham bo'ladi. Ishonadigan joyingizda. Yashang aka. Ana sizga. Endi xudo xolasa akalar, bu tarafi aytganimizdek test drive-ga. Test drive ketdi aka. Mashina qanday hozir aka? Aka, salgina yursin hozir asta buni
hisob kitobini olamiz, lekin mana buni qaranglar. Mana bu yerlar rosa oldi, uzungina o'tiribdi akalar. Lekin mazza mana bu. Xohlagan joyingizga surib, bir ligrovkasini qilaverasiz o'zingiz bexijolat. Hozir biz rejimimiz Ostaki bilaniki normal rejimida ketyapmiz. Hozir siz bilan sportni ham sinab ko'ramiz. Sport rejimi ham, normal rejim ham hammasida bo'ladi nasib bo'lsa. Bunda mashinalarning funksiyasida barchalarga aytib o'taman, bitta narsa bor. Ko'p narsasi anaga qarashli aka. Jamshid aka, men remen taqmading debdi menga. Da, remen Hozir mana taqolasiz. bitta remen taqib olinglar akalar. Mana bu signal berib, ozroqgina odamni g'ashiga o'ynayapti. Xudo xolasa remen taqdik, nasib bo'lsa endi ketavering deyaptilar. Qaranglar. Slipoy zona bor. Mana bu yerda ozroqgina mashina yaqinlashsa bilasizlar, o'chib yonaydigani bor. Unisini ham xudo xolasa akalar hammasini o'ylab ko'rishgan. Lekin Jamshid aka, qarang necha kilometrga yetadi zapravka, hammasi bor, ha? Da, 236 kilometrga yetadi. Hozir bakida bori bilan. Da, bakida bori bilan. Hozir bitta narsani eslatib o'tay, hammaga ko'p narsasi aka mana bu remenga bog'liq. Ya'ni remenni taqsizgina mashina bo'yidek stoyanchniy tormozdan chiqadi, o'zi avtomatik avtoxodlari ishlashi, ko'p narsasi shunga bog'liq. Ana bu chet elda kinolarda ko'rganimizda, videolarda ko'rganimizda birinchi o'tirganlar remen taqishadi ekan. Shunday. Ana bu bizda O'zbekistonda g'ay ushlamaslik uchun remen taqishsa, ularda xavfsizlik uchun taqishadi. O'shanaqa yo'lini qilishgan ekanda bunda ham. Shunday. Ana aka, mashinani bemalol bosib ham ko'rsataman. Voy. 70 ketyapsiz hozircha lekin. Sezilmaydi. Yo'q aka, bemalol-ku, ha? Hadovoyga nima deysiz aka? Hadovoylar. Endi yangi mashinada hali aka. Shunday. Yangi mashina hali, lekin hozir olganlar ham menimcha lekin yaxshi aytishyapti aka. Ko'plar aytyapti, "Ukajon, sen ko'rib turamiz. Chiqarib turasan, lekin yaxshi mashina ekan" deyishdi. Olayotganlar bir-ikkilar rahmat aytishdi aka. O'zimizga ham. Mana sizga. Voy, pechkasi yondirib yubordi o'zi bor-ku akalar. Silishkim. Pechkasi ham juda zo'r ishlangan. Buniki avto rejimlari ham bor, hattoki vaziyatga qarab ham o'zi o'chiradi. Polностью. Ana climate control deymiz-ku, shunaqalarda. Da. Ya'ni climate control akalar, bilmaganlar uchun ozroqni eslatma. Havoni iqlimga qarab bular ham anaqa qilishadi. Shunday. To'g'rilaydi. Da. Endi qarang, aytishadiki, bu aynan H6 avtomobillarni nega olib chiqdim bugun? Hozirda siz bilan ko'p asosiy brendlar bilan mana shu H6 avtomobilini taqqoslashadi. H6. Aynan H6. Nimagaki H6 universalniy bo'lib chiqqan, ya'ni bo'yidagi pozitsiyalarga qarab 4x4, xohlasa oldi tortish sistemasi, shunga qarab ham mashina bemalol tanlab olib chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zi 4 ta pozitsiyasi bo'ladi. Avvalgisi 2025-yilgi modellarida 2024-25da 6 xil pozitsiya bo'lgan. Endi bunda 4 ta pozitsiyasi chiqadi. Bitta 4-chi pozitsiyasi 4x4 2 turboli bo'ladi. Hozir biz yurganimiz aka bu 1.5 turbo oldi tortuvchi sistemasi bo'ladi. Mana ogohlantirish sistemasini eshityapsizmi? Akalar, yana bitta narsaga men e'tibor qildim. Tabloda nimaiki bunaqa narsa bo'lyapti? Oldingizdan mana mashina kelsa, yoningizdan mashina o'tsa, Jamshid aka, mana yulduzida to'xtab turgan mashinalar bor-ku. Tabloda o'shani ko'rsatdi aka. Men o'shanga e'tibor qildim men lekin. Uni ko'rsatadi, o'zi tormozlaydi aka, mashinalarni bemalol ko'radi. Mana ko'ringlar. Mana qaranglar, oldimizda mashina ketyapti. Ana Cobalt ketyapti. Ko'rdingizmi? Ana Cobalt, ana mashina ketyapti oldimizda. Palasani ham polni ushlaydi aka. Palasa udrijaniya bor. O, metanchilar. Zapravkalar, akalar очередь. Ana sizga. Hozir biz akalar toqqa qarab ketyapmiz. Jamshid aka, qayerdan aylanib kelamiz? Xudo xolasa mahallaning ichini, boyagi yomon yo'llardan ham bitta ko'rsatamiz mashinada, o'zini qanday tutishini. Ostiga. Ana sizga akalar. Voy, havoldan o'ringlar. Qancha Открой шторку. Ana sizga. Lyuklarni ochib ketyapmiz. Nazaran bemalol ko'rsangiz. Bu ostiga ikkinchi pozitsiyasi. Endi ikkinchi pozitsiyani o'zida shuncha funksiya bor ekan. Bu hali ikkinchisimi-da aka? Hali ikki. O'zi 4 ta pozitsiya. Fullimi deb o'ylab kelayotgandim lekin. Bunda 4 ta pozitsiya bo'ladi. Bu 354 million 900. Bularda misol uchun bemalol avtokreditga, naqdga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bo'lib to'lashamiz ham bor. Bo'lib to'lash ham bor, ha? O'sha bo'lib to'lash bor, afzalroq hozir odamlarga. Qarang, Jamshid aka. Birinchi pozitsiyasi qancha, ikkinchi pozitsiyasi hammasini bitta-bitta aytib keting shularni. Birinchi pozitsiyasi 325 million so'm bo'ladi.
ikkinchi pozitsiyamiz 355 million bo'ladi. Uchinchi pozitsiyamiz 370 va to'rtinchi pozitsiya bilan 390 million so'm bilan yakunlanadi. 390 milliongacha akalar. Ostaki 3 bilan 4-pozitsiyasi hamma funksiyasi bir xil bo'ladi. Faqatgina 20 million so'm farqi. Bu nimada deyishadi, misol uchun 2 turbo bo'ladi, 390ligi, 370ligi 1.5 turbo bo'ladi. 390ligi 4x4, 370ligi oldi tortadi. Mana shunisi farq. Tushunarli. Endi sharoitlarga qarab, kimga qaysi ma'qul bo'lsa, olishavergani ma'qul. 10 taraf qo'zdi, burilaverasiz hamshtaga. Asosiy yo'l bu tarafida. Xo'p, ana akalar, qiziqqanlar bo'lsa, haval bosmoqchi bo'lsalar ham havalda bosishni tavsiya qilamiz. Mana endi orqalarigacha ko'rsatib qo'yaylik. Sizlarga hamma narsani bari to'xtagandan keyin yana bir ko'rsatib o'tamiz. qarang. Mana voy, sportga o'tdik. Da, normalda emas, aka. Qarang, mana tortishini. Endi sportga o'tsaman. Zvuklar bilan yomon beradi-ku, ha? Mana. Boshini tortishi резко o'zgaradi, aka. Sразу bilinar ekan, mana yopishtirib qo'yibdi-ku bu. Ana sizga. Tormozlari ham joyida lekin hali ancha akalar. Tormozlarni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r mashina ekan, lekin akalar ana maqtayapti demanglar. Ana men Nexia'ni maqtasam, Jigulini maqtasam, odamlar voy ozod yo'q, sen maqtaverasan. Yo'q akalar, boricha sizlarga ko'rsatib o'taveramiz. Ana. Zo'r. Menga rosa yoqibdi, lekin Jamshid aka, videoda oxiri gaplashib ko'ndirib qo'yamiz, bitta olaylik deb. Xudo xolasa, aka barchaga nasib qilsin. Avtosalonga kelsa, aka 24 ga yetdi. Endi avtosalonda 24 ga yetdi emas. Biz avtosalonda ertalabki soat 8:30 da ish boshlaymiz. Kechki soat 8 gacha avtosalonda bo'lamiz. Atak telefonda bemalol telefon qilsa bo'ladi. Uka qachon boray, qachonga vaqting bor yoki shu vaqtga vaqtim bor, men shu vaqt ishdan bo'shayman deysa, muammosi. Ana sizga. Bittasini sezyapsizmi o'zidagi shumkasini? Shumka bilinmayapti lekin aka. Shumka bunda o'zida aka 50% shumka bo'ladi. Zavodskoy. Zavodskoy o'zida 50%. Jamshid aka. Anaqasi modelini, tunukasini qalinligini, masalan, korpus qalinligini qancha dedingiz buniki qalinligi? Hammasidan ziyod dedingiz, O'zbekistonning qalinlaridan biri dedingiz. 73% bo'ladi qalinligi. Bularnikida. Chirimaydi. Boshqalarga endi aytib o'taman, nomini aytmayman. Endi solishtirish baribir boshqa bilan solishtiramiz, chunki ular ham O'zbekiston hududida. Endi 43, 53 ko'pi bilan bo'lsa, aka 64% gacha bo'ladi. Boshqalarniki. Endi aynan qaysi birligini aytmayman. Lekin imenda mana shu toychoqdagi, ostdagi 73%. 73% qalinligi. Zo'r. Jamshid aka, bulardan samotarmojeniya degan narsa bormi? Bor, polniy samotarmojeniya. Samotarmojeniya deganimiz akalar, yoningizdan kimdir qissa sizni, sразу mashina o'zi to'xtab qoladi. U funksiyani o'chirib qo'ysak bo'ladi. Baribir biz o'zbeklarda u funksiya kerak emas aka. Shunday. Bizda baribir bilasizki, o'zingiz ana svetofor tursak ham agar palasa bo'lmasa 3 ta palasaga 4 ta palasa mashina sig'ishadi. O'shanaqasi bor. Voy, akalar, men mazza qilyapman borki, lekin akam Jamshid akam haydab yuribdi mashinani lekin yonida o'tirib men o'zim rosa yoqyapti menga. Xo'p, akalar, biz videoni nasib bo'lsa bitta pauza qilib olamiz. Qolganini avtosalonda o'zi davom ettiramiz. Hamma rejimlarni ko'rdik. Eco rejim, sport rejim, sinov rejim, hammasidan bor. Voy, nima funksiya kerak bo'lsa akalar, sizlarga hammasidan bor. Jamshid aka. Mana. Qolganini endi salonda gaplashamiz. Endi uni o'chiramiz, bitta Instagramga ham bitta video qilib olamiz o'zimiz uchun. Xudo xohlasa. Bo'ladi. Ketdik. Akalar, biz Instagramga bitta video qo'yaylik, keyin qolganini salonda davom ettiramiz. Xo'p, akalar, ana orqada odam turganida mashinamiz yurmaydi. Mana akamizni ham nasib ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'p, akalar, kelib to'xtadik. Boya videoni davom bo'lyapti. Akam, bu endi nima desam bo'ladi mana. Akalar, hamma narsasini ko'rsatdik. Haydashdi, mana yangi mashina olsam urib olaman degan odamlar ham bo'lar ekan aka. Shunday. Qaranglar, olgan yangi mashina olganlarni ekan mana akalar. Prozrachniy ko'rsatadi, ya'ni o'zi ko'rsatib mana. Ana shunday qilib akalar, mana realniy shu joyda turibmiz mana. Ko'ryapsizmi? 360 qilib ko'rsatyapti akalar mana. Motorni oldi qilsangiz motori, ana. Xohlagan joyingizga aylantirib akalar urib olmaymanmi, turtib olmaymanmi desalar ham bexijolat haydaverasizlar. Aka, nimalar funksiyalarimiz bor? Yana ana parkinglari bormi bunda? Bunda avtoparkovka, полоса удержания, avtotarmojeniya hammasidan nabor qilingan aka. Hattoki bularning yordam tizimlari, misol uchun aytadigan bo'lsam, avtomatik ekstreniy торможение. Ya'ni mashina oldingizdan keladigan bo'lsa, o'zini o'zi to'xtatish rejimlari bor. Tak, bunda yana bitta zo'r funksiyasi bor, kurtoy pоворotda yordam berish tizimi. Ya'ni mashinalar kurtoy pоворotda ko'p bo'lib qolsa, sizga juda yordam beradigan tizimlari ham bor. Endi sistema monitoringi slippery zone.
yonboshingizdan mashina kelayotgan bo'lsa, полностью ogohlantiradi. Orqangizdan, oldingizdan mashina o'tayotganda hamma joyida. Endi polasa udержанияsiga keladigan bo'lsak, mana polosalarni полный ushlash rejimini yoqib qo'yganmiz aka. Способ предупреждения Ogohlantirish. И xohlasangiz bularni чувствительностini ko'paytirsangiz, pasaytirsangiz bo'ladi. Удержание в полосе. Ya'ni чувствительностini, ya'ni ana his qilish akalar ruschada ketyapti. Mana ular bilasizlar, bari ruscha, men ruschada o'qigan ko'plar. Akam aytayaptilar, xo'sh bu sezgirligi nimada bildiradi? Rulda vibratsiya beradimi, nima beradi? Bo'ladi aka, sezgirligini misol uchun o'zini diapazoni bo'ladi. O'shani kattartirish va kichraytirish. Is boyagi sezgirligini ham oshirsangiz bo'ladi. Mana shu. Mashinani o'ziga bu, значит, mana miyasini o'ziga beradi. Akalar, nima funksiya kerak bo'lsa qarang, hammasidan bu. Funksiyasini qarang, ostiki. Mana katta yuk mashina ketadi, siz obgon qilayotganingizda yordam berish tizimi. Ana unga misol uchun bir xillar rassendan olishni bilmaydi. Shunday. Aka, bora shu mashina haydamay qo'yadi odamlar, ha? Просто mashinani pulga olib, ana yonga o'tirib olib, aka, ukajon hayda ketdi deb mashina o'ziga zadaniya berib uxlab ketsa ham bo'laver ekanda, nasib bo'lsa. Xuddi shunday. Agar shu texnologiyaga ketadigan bo'lsa, zaryadkaliga akalar, men to'g'risi bundan bir 10 yil oldin ishonmagandim. Zaryadkali chiqadi desa, qanaqa bo'lar ekan deb. Mana hozir qanaqa texnologiya o'tdi. Daji hozir Sony Intellect chiqib ketadilar. Daji siz o'ylashingiz shart emas. Institutlarga hayronman-da, hozir institutlar nima qilyapti? Referatni ChatGPT ga aytib, ChatGPT dan olishyapti ekan. Mana sizga. Shunday. Ostaka, keling, bunday qilamiz. Biz har doim siz bilan endi test drive'ga chiqamiz. Va test drive'ga chiqayotganda, qarang, har kelganimda boshqa pozitsiyalarda. Shunaqami? Shunday hada bitta narsani chiqarsak, mana bu yerda. Bu hozir siz bilan ikkinchi pozitsiyasini qiling, H6 ni. Endi xudo xolasa yoki H6 ni birinchi pozitsiyasini yoki H9 ni yoki M6 ni test drive'ga olib chiqib ko'ramiz. Ana va qaysiga ruxsat bo'lsa, o'sha ruxsat berganlardan iloji boricha. Jamshid aka, bir narsa qilaylik aka. Akalar nima deysizlar? Sizlar uchun bir narsa qilmoqchi biz. Xohlang, men endi o'ylaganim, bularga hali aytib qo'yganman, nasib bo'lsa hozir aytaman. Jamshid aka, bunday qilaylik. Obunachilarimizning ichidan, bitta kommentariy yozganganmi yoki o'zlari, aka bo'ldi, men siz bilan syomkaga bormoqchiman, o'sha kelib, shu siz bilan birga o'tirib haydab ko'rmoqchiman deganlarga mutlaqo bepul, eslab qolinglar, pulli narsa yo'q bizda, mutlaqo bepul bo'ladi. Shunaqa bo'lib olib qilsanglar, bitta o'zim palonchi aka yo'masa obunachilardan nomerlarini yozib qoldiradi. Shular bilan birga kelib, men o'zim test drive qilsam, nima deysiz? Bemalol aka. Bo'ladimi? Bexijolatmi? Bitta zo'r kommentariy yozsa, nomerini qoldirishsin. Misol uchun sizni tashrif buyurgan kuningiz, u akani ham chaqiramiz, birgalikda полностью syomka qilib, hammasi akani o'zlari bilan taassurotlarda bo'lamiz. Ana bir xillar bizni to'g'risida shubhalanadigan xalq shunday. Voy, ana uyushtiryapti ekan, unaqa narsa bo'lmaydi shunda. O'zlaridan so'rab hamma narsasini qildiramiz. Bitta odam bilan, qanaqa emotsiyalar bo'ladi ko'rganmiz. Voy, ana sizga nima deysizlar? Kommentda fikringizni yozib qoldiring. Siz xudo xolasa kelib, aka, endi qarang, seni kutib turamanmi, ukajon deydiganlar bo'lsa, bexijolat kelaversinmi? Bemalol aka. Haydab ko'rgani bo'lsa ham? Da, aka, kelsin. Tayyormiz. Har doim aka kutib olamiz. Test drive qilib ko'raman deganlarga mashinalarimiz tayyor turibdi aka, startda. To'lov yo'q. Yo'q, bepul. Nimalarni o'qisin? Pasport. Bo'ldi. Pasport prava. Prava. Haydovchilik guvohnomasi bo'lishi shart. Pasportlar akalar. Menimcha haydovchilik guvohnomasi o'zi ham o'tsa kerak. Haydovchilik guvohnomasini olib kelsangiz ham aka bemalol. Bo'laveradi, nasib bo'lsa. Ana akalar, u taraf ham bo'laveradi. Mana haydashga qiynalaman deganlar bo'lsa, akalar mana hamma joyini nasib ko'rsatib o'tadi. Bo'ldi. Sizlarga eng zo'ri akalar mana shu variant bo'ladi. Aytganimizdek, keling, ko'ring, gaplashing, hamma narsasini nasib bo'lsa, akalar test drive qilib, ya'ni haydab ko'rib, sizga hamma narsasini tushuntirib o'tadilar. Aytganimizdek, haydash mutlaqo bepul. Kelasiz, faqat muhimi pravoyez bo'lsa bo'ldi akalar. Qolganiga muammosi yo'q. Mana sizga. Bo'ldi, akalar, tugatamiz videoni. Shu joygacha keldik. Jizzax havola avtosaloni manzillarini tushuntirib o'tamiz yana bir bor. Jizzax shahri Sport kolleji, Buyuk Turon ko'chasi, Sport kollej ko'chasiga kirganingizda Silvaniya Petrokovskasidan Havol avtosaloni. 20 turga bitta akalar aloqada, telefon nomerlarini pastda qoldirganmiz. Akalarga aloqa chiqarasizlar, nasib bo'lsa. Jamshid aka, xayrlashib qo'yasizlar. Barchaga yaxshi kun tilagan holda sizlar bilan Jamshid, Havolchi aka. Nomerlarim o'sha, bemalol telefon qilib, Jamshid o'shami deb telefon qilganlar ko'p. Ostaki kanalingizda. Rahmat aka. Sizga ham kattakon rahmat. Nomerim 50 999 88 80. Buyuk Turon ko'chasi 8-yo'lda joylashgan, mo'ljal o'sha eski Maraza Kerfitsa yonida. Jizzax havolda barchani o'zim taklif qilib qolaman, kutaman. Salomat bo'lasizlar.